Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari, Emali Group kompaniyasining aziz muxlislari. Uyini gazsiz qattiq yoqilg'ida isitish ilinjisida yurgan hurmatli hamyurtlarimiz, bugun sizlar bilan Novosibirsk Rossiya Federatsiyasida Novosibirsk shahrida ishlab chiqariladigan Novosibirskiy metallobрабатывающий kompaniya, ya'ni NMK zavodini Magnum seriyali kotyolari bilan tanishib chiqamiz. Emali Group kompaniyasi bilasizlar, NMK kompaniyasini O'zbekistondagi yagona rasmiy dileri hisoblanadi. Aynan Novosibirskdan Xorazm viloyatining Shovot tumaniga kelib tushadi kotyollar va bu yerdan bizning hamkorlarimiz Samarqand, Buxoro, Qo'qon, To'rtko'l, Beruniy hamda Urganch shaharlaridagi rasmiy dilerlarimizga tarqatiladi. Bularning telefon raqamlari rasmiy Telegram kanalimizda ko'rsatib o'tilgan. Shularga murojaat qilsangizlar, birinchi qo'ldan bu kotyollarni olishlaringiz mumkin. Xullas, Magnum seriyali kotyollarimiz hammasi nijniy горение hisoblanadi. Magnum kotyollarimiz uchlik kolonli staldan ishlangan bo'ladi. Mana listni qalinligini ko'rishingiz mumkin. Uchlik kolonli stal. Bu o'zining ichida turgan narsa seriyasi 15 kilovat, 20 kilovat va 30 kilovatliklari bo'ladi. Ya'ni 15 kilovatliklar patolog balandligi 290 3 metrachakli bo'lganda 150 kvadratda, 20 kilovatliklar patolog balandligi 3 metracha bo'lgan vaqtda 200 kvadratda va 200 kvadratdan 300 kvadratchakli bo'lganda Magnum 30 qo'yamiz. Magnum 30larning ustida prochistительный lyuki bo'ladi. Nimada Magnum 20 va Magnum 15larda tepadan o'zini komplektida chiqadigan kachirga shurovkalari bilan tozalash uchun maxsus joylari qo'yilgan bo'ladi. Magnumlar ikki xil seriyada beriladi, ruchnoy va avtomat. Ruchnoy bilan avtomatning o'rtasidagi farqi, avtomatlarda kullini tozalab turish uchun ko'pchilik biladi, mega karbo kotyollarda yon tomonda ruchkasi bo'ladi. Mana ruchnoylarda bu narsa anga tozalanadi, havo yo'llari. Avtomatda esa temperatura beriladi va necha soatdan bir marta tozalanishi kerakligi ko'rsatiladi. Yon tarafda datchiklari bu. Shu havo yo'llarini Magnum avtomatni o'zi tozalab turadi, Magnumni o'zi avtomatikasiz bo'lsa, buni ruchnoy tozalab turish kerak bo'ladi. Magnum kotyollarimiz nijniy горение. Bu yildan girizib boshladik. Ishlatib o'tirgan odamlarni tajribasini qaragan vaqtimizda 200 kvadratini 35-40 kilo rasxod qilib turibdi. Magnum kotyollarning bir zo'r tarafi fraksiyasi 1/1 bo'lgan, ya'ni 1 sm 1 sm bo'lgan ko'mirlarni so'zsiz yoqib ishlatib turibdi. Demak, tuproqdan sal farqliroq bo'lganlarni bemalol yoqib ishlataveradi. Bugun, значит, 20-iyun 2025-yil kotyollarimizni bahasi Magnum 15liklarniki 12 milliondan boshlanadi, 20liklarniki 13 million so'm va naniki 30 kilovat ruchnoylar 16 million so'm. Avtomatlarniki 15 kilovatligi 15 million so'm, 16 million so'm 20 kilovatligi va 19 million so'm 30 kilovat Magnum avtomat. Hammasi bu bizning kompaniyamizda bor. Emali Groupning adreslarini ekranning pastida ko'rsatib o'tganman va dilerlarimizning Telegram raqamlari Telegram kanalimizda rasmiy ko'rsatilgan. Bular hammasini regulyator tagiga qo'yish mumkin, dimoxod qo'yish mumkin. Eslatib o'taman, NMK zavodning kotyollarida komplektida regulyator tagi chiqadi. Bu bahasini ichine girizilgan bo'ladi. Bilasizlar, bu hozir 700 ming so'm turadi Regulus firmaniki, lekin bitta nimasi bor, dimoxodning поворотный shibiri komplektiga girmaydi. Teplodar kompaniyasida bu regulyator tagi komplektida bo'lmaydi, поворотный shibir komplektida bo'ladi. Shuning uchun kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, Magnum kotyollarini sotib oladigan bo'lsa, dimoxodning zaslonkasini alohida kerak bo'lsa narxini ustidan qo'shib sotib olish mumkin. Regulyator tagi için tozalaydigan kachirga shurovkasi va yon tomonni bekitadigan zagmushkalari va zo'lli yashik o'zini komplektida bo'ladi. Marhamat, murojaat qilishingiz mumkin. Sizlarga xizmat ko'rsatishdan xursandman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.